Usta bu? Sendan maslahat so'rayapti. Aytib ket. Nimani? Gulxona ichida chiqlay deyapti. Qara. Dadam o'sha yoqdalar. Sizniki qayerda usta bu o'zi? Biznikimi? Ha. Bizniki Qorabdan. Qorabdanmi? 45 yildan beri ustachilik qilaman. Aha. 22 ga kirdim. Aha. Osti eshgan kvadratini qanchaga qo'yapsiz? Eshkani kvadratini yo'q shu 55 ming, 60 ming. Yaxshi, tushunarli. Hozir buni osti eshgan sizda quydilaringizmi? Ajib-ijib qilib? Anavimi? Ha. Bani eng silliq chiqqani. Yo'q. Eng silliq chiqqan. Bundan ham zo'r ajib-ijib chiqaramiz. 3D deb. Bu 3D emas hozirmi? Hozir yangi chiqqan modada bu. Devorlarga ham haligi sepayapti-ku, sapyor. Karet. Hozir o'shanaqa karet qilganmiz biz hechgan moda bo'lgan. Onasilar adabiyot domlangiz ham kuchli bo'lgan ekan sizda? Adabiyot domlam kuchli bo'lgan. Fizikadan 5 olganman. Fizikani nima aloqasi bor bunga? Mana shuna fizika men toshni bunday qo'yishsa baquvvat bo'laman, bunday qo'ysa baquvvat bo'laman. Ho!